voy, nima qilyapsan ani? Manga qara, nima qilding mashinani? Uzr aka, mehmon edim. Manga qaragin, oldin mashina haydashni o'rganib, keyin shaharga, tushundingmi? Nima bo'ldi endi? Uzr aka, birinchi marta kelishmadi shaharga. Senga qishlog'ingni xohlaganingcha haydab tashlayveradigan. Uzr aka, chalib qolma. Pishirib ye uzuringni. Shaharda mashina haydashni o'rganlaring oldin. Uzr, kech bo'lgani bezovta qildim. Ustamadingiz aka? Men trassada mashina buzilib qoldi aka. Yo aka, ertani kutamiz. Toshkentdan edi, mehmon edi aka. Iltimos, sizni nomeringizni berishuvdi hozir bolalar. Senga qishlog'ingni xohlaganingcha haydab tashlayveradigan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi aka? Kiyotganda o'chib qoldi o'zidan o'zi. Keling aka. O'rniga o'tiring aka. Ha. Baraka toping aka. Mendan nima xizmat? Yo'q aka. Xizmat yo'q. Bizda shaharlik, qishloqlik degan gap yo'q aka. Mehmon otangdek ulug' deyishgan. Hammamiz bitta yurt farzandlarimiz. Uzr aka. Shu kuni mendan dardini qizishib ketdim. Rozi bo'lasiz. O'zi aslida bu dunyoga hammamiz mehmonmiz aka. Sog' bo'ling. Rahmat, Qo'ttekan.